bugun men pensiya oladigan har bir inson, ayniqsa nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi, imtiyozli pensiya yoki sog'lig'i bilan bog'liq to'lov oladigan fuqarolar uchun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Gap tibbiy komissiyadan o'tish talabi haqida ketadi. Ko'pchilik endi barcha pensionerlar majburiy tibbiy komissiyadan o'tkazilar ekan. Komissiyadan o'tmasam pensiyam to'xtab qolar ekan. Yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsam ham meni chaqirishadimi degan savollar bilan xavotirga tushmoqda. Men bu masalada sizga oddiy, tushunarli, lekin huquqiy va amaliy tomondan aniq tushuntirish beraman. Chunki noto'g'ri tushuncha odamni ortiqcha sarson qiladi, keraksiz navbatlarga olib boradi. Ba'zan esa hujjatni vaqtida topshirmagani uchun to'lov kechikishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun bu ma'lumotni hoziroq diqqat bilan eshitib chiqing, yaqinlaringizga ham ayting. Kanalga obuna bo'lib qo'ying va videoga like bosing, chunki men aynan shuncha hayotiy va kerakli masalalarni sodda tilda tushuntirib boraman. Avvalo eng asosiy narsani ajratib olaylik. Har bir pensioner bir xil sabab bilan pensiya olmaydi. Kimdir yoshi yetgani uchun yoshga doir pensiya oladi. Kimdir ish staji yetarli bo'lgani uchun oddiy pensiyaga chiqqan. Kimdir sog'lig'idagi muammo sababli nogironlik pensiyasi yoki nafaqasini oladi. Yana kimdir og'ir mehnat sharoitida ishlagani uchun imtiyozli tartibda pensiya chiqqan bo'lishi mumkin. Mana shu farq tibbiy komissiya masalasida juda muhim. Oldin ham tibbiy komissiya degan tartib bor edi. Nogironlik guruhi belgilanishi, uning muddati uzaytirilishi, mehnatga layoqat darajasi aniqlanishi yoki ayrim kasalliklar bo'yicha rasmiy xulosa berilishi uchun fuqaro tibbiy ko'rikdan o'tgan. Bu yangilik emas. Lekin oxirgi paytlarda nazorat kuchaygani, ma'lumotlar elektron bazalar orqali solishtirilayotgani, ayrim to'lovlar qayta tekshirilayotgani sababli odamlar orasida hamma pensiya komissiyadan o'tadi degan gap tarqalmoqda. Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Agar siz faqat yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, ya'ni pensiyangiz sog'lig'ingizdagi nogironlik holatiga bog'liq bo'lmasa, odatda sizni faqat pensiya olayotganingiz uchun tibbiy komissiyaga majburiy yuborishmaydi. Chunki yoshga doir pensiya sizning tibbiy xulosangizga emas, yoshingiz, ish stajingiz va to'langan badallaringizga bog'liq. Ammo agar sizning pensiyangiz yoki qo'shimcha to'lovingiz nogironlik guruhi, kasallik, mehnatga layoqatsizlik yoki tibbiy xulosaga bog'liq bo'lsa, mana shu yerda komissiyadan o'tish talabi paydo bo'lishi mumkin. Nima o'zgardi degan savolga kelsak, asosiy o'zgarish shundaki, davlat organlari endi ko'proq elektron bazalar orqali tekshiradi. Masalan, fuqaroning nogironlik guruhi muddati tugaganmi? U qayta ko'rikdan o'tganmi? Tibbiy xulosa yangilanganmi? O'sha ma'lumot pensiya jamg'armasi bazasida bormi? Bular solishtiriladi. Ilgari ayrim holatlarda fuqaro qog'oz hujjat olib kelmaguncha tizim sekin yurardi. Hozir esa ko'p joyda ma'lumot avtomatik tekshiriladi, lekin baribir amaliyotda xatoliklar bo'lishi mumkin. Shuning uchun men sizga nafaqat qo'yda, balki amaliy yo'lni ham ko'rsataman. Birinchi navbatda nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oladigan fuqarolar masalaga jiddiy qarashi kerak. Agar sizga birinchi, ikkinchi yoki uchinchi guruh nogironlik belgilanib bo'lsa, xulosangizda muddat ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Masalan, 1 yilga, 2 yilga qayta ko'rik muddati falon sana deb yoziladi. Agar mana shu muddat tugasa va siz qayta tibbiy komissiyadan o'tmasangiz, to'lovni davom ettirishda muammo chiqishi mumkin. Masalan, 62 yoshli Aziza opa 2-guruh nogironlik bo'yicha pensiya oladi. Uning tibbiy xulosasi 2025 yil 11 martgacha amal qiladi. Agar u fevral oyidayoq oilaviy poliklinikaga borib, yo'llanma, tahlillar, shifokor xulosalarini tayyorlamasa, mart oyida navbat, hujjat yetishmasligi yoki tekshiruv cho'zilishi sababli pensiyasi kechikishi mumkin. Bu yerda davlat hammani jazolayapti degani emas. Tizim shunchaki nogironlik maqomi davom etyaptimi yoki yo'qmi degan savolga rasmiy javob talab qiladi. Ikkinchi toifa bu nogironlik guruhi muddatsiz belgilanmagan fuqarolar. Ba'zi og'ir va qaytmas kasalliklarda nogironlik muddatsiz belgilanadi. Lekin ko'pchilikda komissiya ma'lum muddat bilan belgilanadi. Masalan, yurak operatsiyasidan keyin, insultdan keyin, onkologik davolanishdan keyin, og'ir jarohatdan keyin, umurtqa yoki bo'g'im kasalliklarida ma'lum muddatli xulosa berilishi mumkin. Bunday holatda sog'liq tiklanishi, yomonlashishi yoki o'zgarmasligi tibbiy komissiya tomonidan qayta baholanadi. Uchinchi toifa bu pensiya qo'shimcha imtiyoz yoki kompensatsiya olayotganlar.
Ba'zan fuqaro yoshga doir pensiya oladi, lekin qo'shimcha ravishda nogironlik parvarish, dori-darmon, kommunal imtiyoz yoki boshqa ijtimoiy yordam turi bo'yicha tibbiy asosga ega bo'ladi. Mana shunda uning asosiy pensiyasi emas, balki qo'shimcha imtiyozli tibbiy xulosaga bog'liq bo'lishi mumkin. Odamlar ko'pincha pensiyamni to'xtatishmoqchi deb o'ylaydi. Aslida esa masala qo'shimcha to'lov yoki imtiyozga tegishli bo'ladi. 4-toifa bu hujjatlarda nomuvofiqlik bo'lgan fuqarolar. Masalan, pasportdagi familiya o'zgargan, eski hujjatda boshqa ism yozilgan, tibbiy xulosa eski shaklda qolgan, elektron bazaga kiritilmagan, yashash manzili boshqa tumanda, pensiya boshqa tumanda rasmiylashtirilgan. Bunday vaziyatda komissiya majburiy bo'lmasa ham hujjatni tasdiqlash, qayta kiritish yoki aniqlashtirish talab qilinishi mumkin. Endi kimlar o'rtacha vahimaga tushmasligi kerakligini ham aniq aytaman. Agar siz oddiy yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, pensiyangiz nogironlik xulosasiga bog'liq bo'lmasa, sizdan faqat pensiya olishingiz uchun tibbiy komissiyadan o'tish talab qilinmaydi. Masalan, 36 yoshli Anvar aka 35 yil ishlagan, staji to'liq yoshga doir pensiya oladi. Uning sog'lig'ida turli muammolar bo'lishi mumkin. Qon bosimi bor, qand kasalligi bor, lekin pensiyasi nogironlik asosida tayinlanmagan. Bunday holatda u har yili tibbiy komissiyaga borib pensiyasini tasdiqlashi shart emas. Yana bir misol, 28 yoshli Muqaddas opa imtiyozli pensiya chiqqan bo'lishi mumkin. Chunki u uzoq yillar zararli ishlab chiqarishda ishlagan. Agar uning pensiyasi shunchaki mehnat sharoiti va staj asosida tayinlangan bo'lsa, har safar tibbiy komissiya talab qilinmasligi mumkin. Lekin agar u imtiyoz bilan birga kasbiy kasallik bo'yicha ham to'lov olsa, unda alohida tekshiruv zarur bo'lishi mumkin. Mana shu nozik farqni tushunish muhim. Yana shuni biling, poliklinikada profilaktik ko'rikdan o'tish bilan tibbiy komissiyadan o'tish bir xil narsa emas. Profilaktik ko'rik bu sog'liqni tekshirtirish, qon bosimini o'lchash, tahlil topshirish, shifokor maslahatini olish. Tibbiy komissiya esa rasmiy xulosa chiqaradigan jarayon bo'lib, unda hujjatlar, tashxislar, tekshiruv natijalari, mehnatga layoqat va nogironlik mezonlari baholanadi. Odamlar shu ikki tushunchani aralashtirib yuboradi. Men amaliy misollar orqali tushuntiraman. Birinchi holat, fuqaro ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi oladi. Xulosasi 1 yilga berilgan. U har oy 1 million 200 ming so'm pensiya va qo'shimcha imtiyozlar oladi. Xulosa muddat tugagandan keyin komissiyadan o'tmasa, tizimda uning nogironlik maqomi tasdiqlanmaydi. Natijada to'lov vaqtincha to'xtashi yoki qayta hisob-kitobga tushishi mumkin. Keyin fuqaro hujjatni yangilab olib kelsa, ayrim holatlarda to'lov qayta tiklanadi, lekin kechikish asab, vaqt va xarajat olib keladi. Ikkinchi holat. Fuqaro yoshga doir pensiyada, lekin keyinchalik sog'lig'i yomonlashib, nogironlik guruhi olishni xohlaydi. Bunda u men pensionerman, demak avtomatik nogironlik beriladi deb o'ylamasligi kerak. Yoshga doir pensiya boshqa, nogironlik maqomi boshqa. Agar nogironlik guruhi asosida qo'shimcha imtiyoz yoki yordam olishni istasa, u poliklinika orqali tegishli tekshiruvlardan o'tadi. Shifokorlar xulosasi tayyorlanadi. Keyin vakolatli tibbiy ijtimoiy ekspertiza komissiyasi qaror qiladi. 3-holat. Fuqaro 3-guruh nogironlik olgan, lekin sog'lig'i yomonlashgan. Masalan, oldin mustaqil yura olgan. Hozir esa yordamchisiz harakatlana olmaydi. Doimiy parvarishga muhtoj. Bu odam qayta ko'rikdan qo'rqmasligi kerak. Aksincha qayta komissiya uning holatini to'g'ri baholashga, guruhi o'zgarishiga yoki qo'shimcha yordam olishiga sabab bo'lishi mumkin. Buning uchun shunchaki mening ahvolim og'ir deb aytish yetmaydi. Shifokor ko'rikdagi yozuvlar, tahlillar, statsionar davolanish varaqalari, dori buyurilgan hujjatlar, rentgen, MRT, o'zi yoki boshqa tekshiruv natijalari bo'lishi kerak. 4-holat, fuqaroning ahvoli yaxshilangan, lekin u qayta komissiyadan qochadi. Bu ham xavfli. Chunki komissiyaga kelmaslik huquqiy oqibat keltirishi mumkin. Tizim fuqaro ko'rikdan o'tmadi deb belgilasa, to'lov to'xtashi ehtimoli bor. Shuning uchun agar sizni chaqirishsa borish kerak. Agar kasalxonada yotgan bo'lsangiz, uyda yotib qolgan bo'lsangiz yoki yurishga imkoningiz bo'lmasa, buni hujjat bilan tasdiqlab, komissiyani kechiktirish, uyga chaqirish yoki boshqa tartibni so'rash mumkin. 5-holat. Qishloqda yashaydigan pensioner tuman markaziga bora olmaydi. Masalan, 72 yoshli otaxonning oyoqlari ishlamaydi. Farzandlari uzoqda, transport xarajati qimmat. Bunday odam bormasam bo'lmaydi.
demak pensiyam ketadi deb qo'rqmasin. U mahalla, oilaviy shifokor, poliklinika, ijtimoiy xodim orqali holatini bildirish kerak. Og'ir holatlarda uy sharoitida ko'rik, hujjatlarni masofadan tayyorlash yoki vakil orqali topshirish imkoniyati bo'lishi mumkin. Lekin bularni o'z vaqtida so'rash kerak. Jim o'tirib, muddat o'tib ketgandan keyin yugurish eng yomon yo'l. Endi eng ko'p tushunilmaydigan nozik masalalarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Nogironlik muddatsiz belgilangan bo'lsa ham, ayrim holatlarda hujjatlar aniqlashtirilishi mumkin. Bu har doim qayta nogironlikni isbotlash degani emas. Ba'zida bazadagi ma'lumot eskirgan bo'ladi. Shaxsiy ma'lumotlar o'zgargan bo'ladi yoki imtiyoz turi yangilanishi kerak bo'ladi. Shuning uchun chaqiruv kelsa, birinchi savolni to'g'ri bering. Meni qayta tibbiy baholash uchun chaqiryapsizmi yoki hujjatdagi ma'lumotni aniqlashtirish uchunmi? Mana shu savol ko'p narsani oydinlashtiradi. Ikkinchi nozik jihat, barcha kasalliklar nogironlik beradi degani emas. Masalan, odamda qon bosimi bor, bel og'rig'i bor, ko'zoynak taqadi, qand kasalligi bor. Lekin nogironlik masalasida faqat tashxisning nomi emas, uning og'irlik darajasi, asoratlari, odamning mehnat va kundalik hayotdagi cheklanishi baholanadi. Bir odam qand kasalligi bilan ishlashda davom etadi. Boshqasida esa ko'rish pasayishi, buyrak muammosi, oyoqda og'ir asoratlar bo'lishi mumkin. Komissiya aynan shuni farqlaydi. Uchinchi nozik jihat. Tibbiy komissiya qaroriga rozi bo'lmasangiz, bu oxirgi nuqta emas. Siz qaror nusxasini so'rashingiz, nima sababdan rad etilganini bilishingiz. Qo'shimcha hujjatlar to'plashingiz va belgilangan tartibda yuqori turuvchi komissiyaga yoki tegishli organlarga murojaat qilishingiz mumkin. Men odamlar orasida bir marta rad qilishsa, tamom degan noto'g'ri fikrni ko'p ko'raman. Yo'q, agar sizda haqiqatan asos bo'lsa, tibbiy hujjatlaringiz yetarli bo'lsa, murojaat qilish huquqingiz bor. 4-nozik jihat, og'zaki gapga ishonib qolmang. Sizga bo'lmaydi, hujjatingiz o'tmaydi. Komissiya qabul qilmaydi degan gaplar ba'zan oddiy tushuntirish bo'lishi mumkin. Ba'zan esa noto'g'ri maslahat bo'lishi mumkin. Har doim rasmiy javob, yozma ko'rsatma yoki kamida qaysi hujjat yetishmayotgani haqida aniq ro'yxat so'rang. Chunki siz uyga qaytib yana kelganingizda boshqa xodim boshqa hujjat so'rashi mumkin. Aniqlik talab qiling, lekin janjal bilan emas, madaniyat bilan. 5-nozik jihat, muddatni oxirgi kunga qoldirib aytaman. Odamning komissiya muddati 30 aprelgacha. U 28 aprelda poliklinikaga boradi. Shifokor dedi, qon tahlili kerak, kardiolog kerak, nevropatolog kerak, uzi kerak, eski epikriz kerak. Bularning hammasini 2 kunda qilib bo'lmaydi. Natijada muddat o'tadi. Shuning uchun agar xulosangizning amal qilish muddati tugashiga 1 oy qolgan bo'lsa, darhol harakatni boshlang. Og'ir holatlarda undan ham oldinroq. 6-nozik jihat, pensiya to'xtagan bo'lsa ham vahimaga tushmasdan sababini aniqlash kerak. To'lov to'xtashining sababi har doim tibbiy komissiya emas. Bank kartasi muddati tugagan bo'lishi mumkin. Yashash joyi bo'yicha ma'lumot yangilanmagan bo'lishi mumkin. Fuqaro chet elda uzoq muddat bo'lgani haqida tekshiruv bo'lishi mumkin. Hujjatdagi ism, familiya mos kelmay qolgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun birinchi qadam pensiya jamg'armasiga yoki tegishli ijtimoiy himoya organiga murojaat qilib, to'xtash sababini aniq bilish. Endi men sizga nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, o'zingizning pensiya yoki nafaqa turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olasizmi? Nogironlik pensiyasi olasizmi? O'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lovmi yoki qo'shimcha imtiyozmi? Buni bilmasdan turib, menga komissiya kerakmi degan savolga to'g'ri javob topib bo'lmaydi. Agar hujjatingiz uyda bo'lsa, pensiya tayinlangan qarorni, guvohnomani, nogironlik xulosasini ko'rib chiqing. Ikkinchi qadam, tibbiy xulosangizning muddatini tekshiring. Agar unda qayta ko'rik sanasi ko'rsatilgan bo'lsa, o'sha sanani alohida yozib qo'ying. Telefoningizga eslatma qo'ying. Farzandingizga ayting, kalendarga belgilang. Muddat tugashidan kamida 30 kun oldin poliklinikaga murojaat qilishni odat qiling. Bu sizni navbat hujjat yetishmasligi va to'lov kechikishidan asraydi. 3-qadam. Oilaviy shifokorga boring. Menga tibbiy ijtimoiy ekspertiza uchun hujjat tayyorlash kerak deb aniq ayting. Shifokor sizni kerakli mutaxassislarga yuboradi. Masalan, yurak kasalligi bo'lsa kardiolog, asab tizimi bo'lsa nevropatolog, ko'z bo'yicha oftalmolog, suyak bo'g'im bo'yicha travmatolog yoki ortoped, qand kasalligi bo'lsa endokrinolog ko'rigi kerak bo'lishi mumkin.
har bir mutaxassisning xulosasi yozma bo'lishi muhim. 4-qadam. Eski hujjatlarni yig'ing. Kasalxonada yotgan bo'lsangiz, epikriz operatsiya bo'lgan bo'lsangiz, operatsiya bayonnomasi yoki chiqaruv qog'ozi, tahlil natijalari, rentgen, MRT, KT, UZI, EKG, doğru buyurilgan varaqalar, ambulator karta yozuvlari, bularning hammasi kerak bo'lishi mumkin. Komissiya sizning o'g'riyapti degan gaplaringizni emas, tibbiy dalillarni ko'radi. Shuning uchun hujjat qancha tartibli bo'lsa, jarayon shuncha oson kechadi dedi. 5-qadam, shaxsiy hujjatlarni tayyorlang. Pasport yoki ID karta, pensiya, guvohnomasi, nogironlik bo'yicha oldingi xulosa, yashash manzili haqidagi ma'lumot. Mehnat daftarchasi yoki ish faoliyatiga oid hujjatlar ayrim holatlarda so'ralishi mumkin. Agar siz o'zingiz bora olmasangiz, ishonchli vakil masalasini oldindan aniqlang. Farzandingiz, turmush o'rtog'ingiz yoki qarindoshingiz hujjat topshirishi uchun qanday tartib kerakligini poliklinika yoki tegishli organlardan so'rab oling. 6-qadam, murojaatingizni yozma shaklida qoldirishdan qo'rqmang. Agar sizni asossiz qaytarishsa, qaysi hujjat yetishmayapti, yozib bering deb so'rang. Agar muddat yaqinlashgan bo'lsa, ariza yozib qabul qilingan sanasini belgilatib qo'yish foydali. Chunki keyin men vaqtida murojaat qilgandim deb isbotlash osonroq bo'ladi. Har bir hujjatning nusxasini uyda saqlang. Original hujjatni topshirayotgan bo'lsangiz, qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki tilxat so'rang. 7-qadam, komissiyaga borganda savollarga aniq javob bering. Kasallik tarixini bo'rttirib aytish ham, yashirib aytish ham noto'g'ri. Qachondan beri kasalsiz, qanday davolandingiz, hozir nimalarga qiynalasiz? O'zingiz yura olasizmi? Ovqatlanish, kiyinish, uy ishlarini bajarish, ishga borish imkoniyatingiz qanday? Bularni sodda va aniq tushuntiring. Masalan, oyog'im og'riyapti deyishdan ko'ra, biometr yurgandan keyin to'xtab qolaman, zinadan chiqa olmayman, har kuni og'riq qoldiruvchi ichaman, falon sanada shifoxonada yotganman deyish aniqroq. 8-qadam, qaror chiqqach, uning mazmunini tushunib oling. Sizga guruh berildimi? Muddati qancha? Qayta ko'rik sanasi qachon? Mehnat bo'yicha cheklov bormi? Qo'shimcha tavsiyalar bormi? Bularni bilish kerak. Ko'pchilik faqat berildi yoki berilmadi degan gapni eshitib ketadi. Aslida qarorning har bir bandi kelajakdagi pensiya, nafaqa, imtiyoz va davolanish tartibiga ta'sir qilishi mumkin. Agar sizni komissiyaga chaqirishgan bo'lsa, lekin siz nima sababdan chaqirilganingizni tushunmasangiz, birinchi navbatda chaqiruv bergan tashkilotdan aniq izoh so'rang. Bu pensiya jamg'armasimi, poliklinikami, mahallami, ijtimoiy himoya bo'limimi? Har birining vazifasi boshqa. Masalan, poliklinika tibbiy hujjat tayyorlaydi. Komissiya tibbiy ijtimoiy baholaydi, pensiya organi esa to'lovni hisoblaydi. Bittasining vazifasini boshqasidan talab qilsangiz, o'zingiz ovora bo'lasiz. Agar pensiyangiz to'xtab qolsa, hammasi bekor bo'ldi deb o'ylamang. Sababini yozma yoki og'zaki aniq bilib oling. Agar sabab qayta ko'rikdan o'tmaganingiz bo'lsa, darhol tibbiy hujjatlarni tayyorlashni boshlang. Agar sabab bazadagi xatolik bo'lsa, hujjatlaringizning nusxasi bilan murojaat qiling. Agar bank yoki karta muammosi bo'lsa, bank orqali hal qilinadi. Muammoni to'g'ri aniqlash yarim yechim degani. Agar komissiya qaroridan norozi bo'lsangiz, hissiyotga berilmasdan harakat qiling. Qarorni oling. Rad etish yoki guruhni o'zgartirish sababi nimada ekanini bilib oling. Keyin yetishmayotgan tibbiy dalillarni to'plang. Masalan, siz ahvolim og'ir deyapsiz, lekin oxirgi 1 yil ichida shifokorga bormagansiz. Statsionar davolanmagansiz, tahlil yo'q, tekshiruv yo'q. Komissiya uchun bu muammo. Shuning uchun avval tibbiy tarixni rasmiylashtirish kerak. Agar siz yotgan bemor bo'lsangiz, ya'ni mustaqil bora olmasangiz, oilangiz poliklinikaga murojaat qilib, shifokor uyga kelishi, holatni qayd etishi, zarur hujjatlarni tayyorlashi masalasini ko'tarsin. Bunday vaziyatda otam yura olmaydi, onam tura olmaydi degan og'zaki gap emas. Shifokorning ko'rigi va yozuvi muhim. Uy sharoitida parvarish qilinayotgan bemorlar uchun ham qonuniy yo'llar bor, faqat ularni vaqtida so'rash kerak. Men amaliyotda ko'p uchraydigan xatolarni sanab o'taman. Birinchi xato, mish-mishlarga ishonish. Kimdir bozorda eshitadi, kimdir qo'shnidan eshitadi, kimdir internetda sarlavhani o'qib vahimaga tushadi. Natijada yoshga doir pensiya oladigan odam ham poliklinikaga yuguradi. Navbat ko'payadi. Haqiqatan komissiyaga muhtoj odamlar qiynaladi. Har doim o'zingizning pensiya turiga qarab xulosa qiling. Ikkinchi xato, hujjatlarni yo'qotish. Ko'p pensionerlar eski epikriz
nogironlik xulosasi. Tahlil natijalarini keraksiz deb tashlab yuboradi. Keyin komissiya oldida men 5 yil oldin operatsiya bo'lganman deydi. Lekin hujjat yo'q. Shuning uchun sog'liq bilan bog'liq har bir qog'ozni alohida papkada saqlang. Farzandlaringizga ham qayerda turganini aytib qo'ying. Uchinchi xato shifokorga faqat komissiya oldidan borish. Agar sizda surunkali kasallik bo'lsa, doimiy kuzatuvda bo'lishingiz kerak. Shifokor kartangizda yozuvlar bo'lsa, davolanish ko'rinib turadi. Agar 2 yil davomida umuman murojaat qilmagan bo'lsangiz, komissiya kasallik qay darajada davom etgan degan savolga hujjatdan javob topa olmaydi. Bu esa qarorga ta'sir qilishi mumkin. 4-xato muddatni bilmaslik. Nogironlik xulosasini olib sandiqqa solib qo'yishadi. Qayta ko'rik sanasi kelganda esa hech kim eslamaydi. Men tavsiya qilaman, hujjatni olgan kuningizda qayta ko'rik sanasini alohida yozing. Telefon bo'lmasa, devordagi kalendarga belgilang. Farzandingizga ayting, mana shu sanadan bir oy oldin menga eslat. 5-xato komissiyada noto'g'ri gapirish. Ba'zi odamlar hammasi yaxshi deb uyaladi, ayrimlar esa ortiqcha bo'rttiradi. Ikkalasi ham zarar. Siz haqiqatni aniq ayting. Nima qila olasiz, nima qila olmaysiz? Qaysi ishda qiynalasiz? Davolanishingiz qanday ketmoqda? Fakt bilan gapiring. Komissiya hissiyot emas, dalil va mezon bilan ishlaydi. Demak, bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki, tibbiy komissiya masalasida hamma pensioner bir xil holatda emas. Yoshga doir oddiy pensiya oladiganlar odatda faqat pensiya uchun majburiy tibbiy komissiyadan o'tmaydi. Lekin nogironlik pensiyasi, nogironlik nafaqasi, tibbiy xulosaga bog'liq qo'shimcha imtiyoz yoki muddati tugaydigan nogironlik guruhi bo'lsa, qayta ko'rik juda muhim. Uni vaqtida o'tmaslik, to'lov kechikishi hujjat muammosi yoki imtiyoz to'xtashiga olib kelishi mumkin. Men sizga tavsiya qilaman. Bugun hujjatlaringizni ko'rib chiqing, pensiya turini aniqlang, tibbiy xulosa muddati bor yo'qligini tekshiring, kerak bo'lsa oilaviy shifokorga murojaat qiling. Hamma narsani oxirgi kunga qoldirmang. Har bir hujjatning nusxasini saqlang. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Tushunmagan joyingizni rasmiy tarzda so'rang. Agar bu mavzu sizga foydali bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Siz yoki yaqinlaringiz tibbiy komissiya bo'yicha qanday muammoga duch kelgansiz? Pensiya to'lovida kechikish bo'lganmi? Hujjat so'rashganmi? Yoki qayta ko'rikdan o'tishda qiyinchilik bo'lganmi? Fikringiz boshqalarga ham yordam beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Chunki bunday ma'lumotni bilgan odam o'z haqqini ham, vaqtini ham, asabini ham yaxshiroq himoya qiladi.